sasib yotaverasanlarmi? Uyda shuncha ish bor. Tur, onamga qarashay demaysanlar. Turinglar, ey. Aka yordam ber. Ha, olib kel o'zing. Ibi. Onam aytdi bunga. Chiq, davchi teribdi. Onam gapirala. Gapimni chiq, yeymiz. Ha. Nimaga dovchalarni terding? Pishsa o'zimiz yeymiz-ku shuni, ukajon. Akangni aytganini qilsang o'ylasanmi, ha? Ola, bu akamizni Hamma narsaga osilib odam sharmanda qilmalaring, tushundilaringmi? O'zim bilib olib beraman. Ona Korsikada katta cashback kunlari aksiyasi boshlangan. Har hafta dushanbadan chorshanbagacha o'tkaziladi. har kuni yangi mahsulot turlari va katta cashback taklif faqat bir kun amal qiladi. Cashback Korsika Plus kartasiga qaytadi va uni 30 kun ichida keyingi xaridlarga ishlatish mumkin. Shunday foydadan qo'llanib chiqarib bo'ladimi? Aksiya esa barcha formatda, supermarket, mahalla, Korsinka Go'da amal qiladi. Yashasin. Qochlaring baribir o'zim tanlayman. Ha. Bolalarim xolodilnikka joylashtirib qo'ylaring. Yeb qo'ymang lekin. Men buni ham qo'y. Böyle ushlab turmi? Yo, onam gapirali. Ushlab tur. Ana böyle. Nimaga bitta banana olib qoling? Onam yemanglar dedilar, ukajon. Marhum. Aya men emas akalar. Shumtaka ehtiyot bo'lib o'ynagin. Undan ko'ra kitob o'qisang-chi. Mana bonkalarni chayqab, oftobga yoyib qo'ylaring. Murabbo yopamiz. Sindirib qo'yma yana. Hop. Uka ushla. Yo'qchi! Yoshlik sani o'ylamagankan. Oyim kelyaptilar, yordam bering, qo'llarida sumkalari bor. Vahima qilma, kelinglar o'zlari. Xormanglar. Onajon nimaga menga aytmadingiz, kelishingizni yordam berardim. Menga polvon kuyovingiz bor, yuk ko'taraverasizmi? Men kelishdan aytmading menga. Onajon ketdik uyimizga. Zo'r kuyovim bor-da. Böyle bir qavat yetadi. Oyimlar-ku. Nima qilib to'ying bo'lsa? Onajon keldingizmi? Men ko'p yo'qlasa deyman, bu bir qavat tashlaydi. Onajon to'xtang. Onajon ustunga o'tiring. Siz yumshoq o'tirsangiz bo'ldi. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bilan o'tiring. Uyga produkt qolmabdi, go'sht bosh olib keling, oyimlarga ovqat qiling. Uyga nima bor? Ikkitagina tuxum qolibdi. O'sha qavurib bo'ladi, baqot bo'ladi, kaloriyasi bor, kalsiy bor tuxumga. Oyajon, Nimaga tuxum? Onam menga go'sht qavur degan mamasiga. Go'sht yesinlar. Go'sht baqot qiladi. Ona yemang, men o'ziga bu go'sht shashlik olib kelaman. Lekin yemang, haymi? Men shunday borib sizga tabakka, shashlik, yana yeysiz. Dengiz qurbaqasi? O'shani olib kelaman. oyim ketayotganda uylariga borib qo'yasiz. Piyoda ketsinlar o'zlari. Uylar yaqin-ku. 20 kilometr-ku. Tizoratga bo'ladi. Qonlari quyulashib ketgan. Piyoda ketaversizlar. Bu. Oyijon, hozir avtobus ham kelib qoladi. Mayli. Qanday avtobus? Men onajonimizni mashina bilan yetib qo'yaman. Onajon yuklaringizni bering. Qanday razilsan, onajon. Kuyovimni qadriga yet qizim.